Mani ustimdan kiritilgan arizani qurilish vazirining o'zi imzolaganmi? Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vaziri Sher Hidoyatov. Hidoyatov vazir bu, ha, to'g'ri. Avval otamdan 61 million 800 ming so'm undirib, keyin uni uyini buzishmoqchi bo'lishdi. Endi vazirning o'zi menga chora ko'rishlarini so'rab, Ichki ishlar vazirligi va Bosh prokuraturaga ariza yozdi. Yiqilgan kurashga to'ymas deganlari shu bo'lsa kerak. Vazirlik menga sudda 3 marta yutqazdi. Keyin biz yordam bergan fuqarolarga tinimsiz yutqazib kelmoqda. Bundan ham charchamagan vazir endi meni o'zimga chora ko'rilishini so'ramoqda. Shu yerda savol tug'iladi. Vazir va vazirlik xodimlarining boshqa qiladigan ishi yo'qmi? O'z yechimini kutib yotgan muammolari shusiz ham yetarli emasmi? Butun boshli vazirning yozgan arizasini o'qib juda achindim. Bu ariza menga vazirlik darajasida yozilgan kuchli, saviyali arizaday tuyulmadi. Bu norozilik qayerdan boshlangan edi desangiz, eslataman. 2025-yil 24-dekabr kuni vazirlik xodimlari uyimga bordi. Huquqiy bilimi yo'q ota-onamni uyingni buzamiz deb qo'rqitishdi. Kamiga 61 million 800 ming so'm jarima solishdi. Ertasi kuni hokimlik binosida shu bosim takrorlandi. Otam hokimlik binosining ichida hushdan ketib yiqildi. O'sha kuniyoq men xodimlarga telefon orqali bu modda bilan jarimaga tortish noqonuniy ekanligini tushuntirdim. Quloq solishmadi. Baribir jarimaga tortishdi. 2026-yil 7-yanvar kuni Jinoyat ishlari bo'yicha G'ijduvon tuman sudi men keltirgan dalillar bilan to'liq kelishib, jarimani bekor qilib, ishni Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 271-modda 1-qismiga asosan tugatdi. 10 kun kutdim. Vazirlik apellyatsiya tartibida shikoyat bermadi. Vaqt o'tdi. 12-kun men vazirlikni ijtimoiy tarmoq orqali ochiq tanqid ostiga oldim. Bu modda bilan solinayotgan jarimalar noqonuniy, buni to'xtating. Bu jarimalar fuqarolarni og'ir ijtimoiy ahvolga solmoqda dedim. Mana shundan keyin vazirlikning jahli chiqdi. Ular men yutgan sud qarori ustidan kassatsiya tartibida shikoyat kiritdi. Viloyat sudi ishni qayta surishtiruvga qaytardi. Men to'xtamadim. Oliy sudga taftish tartibida shikoyat kiritdim. 2026-yil 3-iyul kuni Oliy sud viloyat sudi qarorini bekor qildi. Birinchi instansiya qarorini kuchida qoldirdi. Ya'ni otam oqlandi. Keyin bizga yetkazilgan zararni undirish uchun fuqarolik sudiga murojaat qildim. Unda ham yutdik. Shu jarayon 8 oyni o'z ichiga oldi. Keyin men xuddi shunday noqonuniy jarimaga tortilgan fuqarolarga yordam bera boshladim. Ijtimoiy tarmoqda bu jarimaning noqonuniyligini yoritib bordim. Natijada fuqarolar yoppasiga sudlarga shikoyat kirita boshladi. Vazirlikning jarimalari birin-ketin bekor bo'la boshladi. Mana shundan jahli chiqqan vazir endi men ustimdan ariza yozdi. Sabab bitta, men xalqqa sud qarorini tushuntirdim. Sizga ham shunday noqonuniy jarima solingan bo'lsa, sudga murojaat qiling dedim. Vazir esa mana Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 201-moddasi bilan ayblab, qonunchilik hujjatlarini bajarmaslikka va buzishga omma oldida da'vat qilding deb aytdi. Endi o'zingiz ayting, jarimani noqonuniyligi sud tartibida isbotlangan. Men esa shunga o'xshash holat uchun siz ham jarimaga tortilgan bo'lsangiz, sudga murojaat qiling dedim. Bu huquqbuzarlikmi? Hurmatli vazir, bilib qo'ying, sudga murojaat qilishga chaqirish bu moddaning tarkibini bermaydi. Yaqiniga ham kelmaydi. Bundan hayron qolmayman. Arizani o'qib, uni yurist ko'zi bilan ko'rib chiqmaganingiz ko'rinib turibdi. Butun boshli vazirning arizasi umumiy gaplardan iborat arzga o'xshab qolgan. Hurmatli vazir, siz Oliy sudda yutkazdingiz, men emas. Sizning xodimlaringiz qonunni bilmagani uchun yuzlab fuqarolar sarson bo'lmoqda. Va siz shundan keyin ham xato ustida ishlash o'rniga ariza yozdingiz. Maslahatim, fuqarolar ustidan ariza yozishga ketgan vaqtingizni xodimlaringizni o'qitishga sarflang. Oddiy fuqaro sizga xodimlarni bilimini oshiring deyaptimi? Demak, jiddiy choralar ko'rish vaqti kelgan. Muammo meni videolarimda emas, muammo qonunni bilmasdan fuqarolarga ommaviy noqonuniy 61 million 800 ming so'm miqdorida jarima yozib berayotgan xodimlaringizda va buni bilib turib to'xtatmayotgan sizda. Men vazirning surishtiruvida agar sud majlisi bo'lsa, sudda shaxsan qatnashishini talab qilaman va o'ylaymanki, men beradigan savollarga vazir javob bera oladi. Va oxirgi gap, men hech qachon hech bir videoda hech kimni qonunni buzishga chaqirmaganman. Men bitta gapni aytdim va yana aytaman. Siz taqiqlangan zona yoki bosh rejaga zidlik isbotlanmasdan jarimaga tortilgan bo'lsangiz, marhamat sudga murojaat qiling. Bu sizning huquqingiz. Oliy sud buni allaqachon hal qilib bergan. Bu qonunni buzishga chaqiriq emas,
bu qonunni bajarishga chaqiriq. Men ortga qaytmayman.